Nima olish kerak bo'lsa hamma narsa bor. Masalan, misol uchun diqqat qil. Водонагреватель bor, tushunyapsan-a? Katyol, nasos, tushunyapsan-a? Rashbak tushunasan, plus. Sen jurnalistdan yig'ishtir uka. Bajaring shunday aytib turib, sendan jurnalist chiqmaydi. Yana bitta narsa uka. Peyna ham bor, kley ham bor, tushunyapsan-a? Undan tashqari keramika mahsulotlari, o'shani unitaz, rakvina, ya'ni keraksan, kerak emassan, hamma narsa bor xullas. Tushunyapsan-a uka? Sovg'alar juda ko'p. Chet elga sayohat ham bor, mashinalar to'plami, o'shani bakal, mayda narsadan tortib katta narsagacha ketaveradi. Endi sovg'alar qachon almashtirib olsang bo'ladi balingni. Diqqat bilan eshit. Birinchi bosqich 1-avgustdan 15-avgustgacha. Mana shu 15 kun ichida tirsillatib birinchi bosqichda ning'illat sovg'ini olaverasan. Mobodo baling qolib ketsa, avtomatik ikkinchi bosqichga ham ishlayveradi. Ikkinchi bosqich qachon ekan? To'g'ri 1-dekabrdan 15-dekabrgacha. Tushunsang, o'zi tushunding o'zi mana fasllardan ham bilsang bo'ladi. Birinchi bosqich kuzda, ikkinchi bosqich qachon ekan? Qishda. Kelishdigi sol uradi. Endi gel oxirgi gapim, davay. Bitta aylanasizlar, chap tomon soat strelkasiga qarshi aylanib turib yo'qolib qoladi. Davay, chopinglar endi. Yerga bitta savol bersam maylimi? Yana qana savol? Shu men aytdim-ku, ingliz tilini bilaman. O'sha santexnik bo'lsam bo'ladimi? Haqiqat. Salomat. Mana yaxshi bo'ldi endi. Ingliz tilini o'rgan-ku, santexnik bo'lsang bo'ladi. Ertaga mana Vero Group kompaniyasi tomonidan o'tkazgan aksiyada Sharmil Shayxga o'sha yutib oladigan bo'lsang yo'llanmani. Ham yoqda til kerak bo'ladi. Tushundingmi? Sen deb chet tilini o'rganib olsa, molda tilini ham sal yeb turgan, qoningga ham ayib ketdi.